Hürmetlik vatandaş, biz tünügün sizlerge şundaq degen edik. Ata 19. günü çünkü Kompartiyasının sekreteri ve devletin reisi Xi Jinping Moskova'nı ziyaret kıldı. Biz şu vaxtıda sözleydiğin sözümüzü sözleyimiz yani. Moskvaga bağanda asli qayda bo'yicha hozirgi vaziyatni dunyo vaziyati oldida Reis Xi Jinping nima qilishi kerak? Masalan, Prezident Vladimir Putin Reis Xi Jinpingni Moskvada qaysi tarzda qabul qilishi kerak? Qaysi mavzularda fikr qilishi kerak, muhokama qilishi kerak? Biz o'tganda bergan xabarimizda raylar masalasi to'g'risida fikr almashtirdi. Köz qarashlarni almashtirdi, geopolitikalik siyosatda üstü to'xtaldi dedik. Dastlabki vaqtlarda mush to'g'rida so'z günümüzde. Hürmetli vatandaş, hozir endi Jungo hükümeti bilan Rossiya hükümeti, yoki Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Jungoning reis Xi Jinping o'tirisidagi munosabatni qanday o'xshatish mumkin vatandaşlar? Hazır xalqaro vaziyatni kuzetsiniz, Uyg'urlarda bir cümle söz var. O bir maqol tamsil, onu bilesiz. İki putini bir ötekka tiqib qo'yish, iki putini bir ötekka selib qo'yish, yoki iki putiga bir ötekni kaydirish. Qarab baqing, bir sharqdan kelayotgan bir mustabid imperiyaning davlat boshlig'i. Yani birisi Avrupa'da kat götürüp, ağdırılıp, kat götürüp, gumran bulup, hazırgıçta çıkınıp duruyotgan Rusya Federasyası imperiyası. Qaraganda hazır bu iki imperiyanın iki puti bir ötekning içine kirib kaldı. Mesela Jungo tarafdan aytganda birinchi to'xtab qolgan mesele bir yol bir belbog'. Siyasi to'xtab qoldi, amaliyoti to'xtab qoldilar emas, hatta tashviqot mazmunidan qilib qoldi. Targ'ibot sohasidan qilib qoldi. Ikkinchidan, insoniyatni ozod qilish, insoniyat o'rtaq gavdisi deydigan bu shuarlarmi allaqachon kirgan to'shikiga kirib ketdi. Oxirlashdi. Endi hozir Jungoning iqtisodiy ahvolini boshda aytdik. Eş qalğını Jungo fuqaralarini ko'z yoshi. İşsizlik dolqini yetib keldi. Jungo fuqaralarining ko'z yoshi bir xizmat tarkibi, bir xizmat shaklida eshib qoldi. Hozir Angliya davlat mudofaa ministrligi ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin yana 100 ming kishilik askariy qo'shinni qabul qilib, va yana qayta urushni davomlashtirmoqchi bo'layotdi. Bundaq ahval ostida, masalan, Reis Xi Jinpingning Moskvaga berib tinchlik suhbati, Ukraina bilan Moskvani yarashtirish suhbati va buningga dalolat berish va buningga haydakchilik qilish va mushu to'g'ridagi tashabbusni o'tirib qo'yib, bir natijaga erishish bu tamom tugashdi. Qanday tugashdi? Aqsaroyning moslashtiruvchi amaldori John Kirby dediki, bundaq tinchlik suhbatini o'tirib qo'ysang, biz Amerika buningga qarshi turamiz dedi. O'ylanib boqma demedi. Yoki bu xato bo'ladimi demedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaroy moslashtirish amaldori John Kirby qat'iy qarshi turamiz dedi. Oxirida biz birlikda boshchilikda nima dedik? Undaqda Reis Xi Jinping Moskvaga bordi. Nima to'g'rida so'zlashdi? Tinchlik bu mumkin emas. Hozir uning Moskvaga berishini tinchlik degan bu so'z bilan tushuntirgili bo'lmaydi. Nimaga bordi? Endi biz qarab baqaylik, yana ish qolgan bir nuqta, bir masala. Rossiya matbuoti ko'tarib chiqdiki, nima dedi? Rossiya Jungo munosabati yep-yangi bir davrga kirib keladi. Biz yangi davr xitobnomasi e'lon qilamiz. Bu xuddi ayni chog'da Stalin dunyo proletarlari birlashinglar degandek. Bu ayni chog'da Jungo Kompartiyasining doisi mavzudan insoniyatni ozod qilish,
ve sinipi kurash degandek mushundaq davrga xos yoki xos bo'lmagan hukmlarni ko'tarib chiqish. Hozir Rossiya, Jungo birlashib yangi davrga, yangi bir davrga kirganmiz. Qaysi davr? Rossiya urushning ichida, Jungo iqtisodiy chekinishning ichida. Sizlar kirib keladigan qaysi davr? Shunga mening bu yerda deydiganim bir Uyg'ur. Ya'ni Rossiya bilan Jungo'ning birlashib siyosiy ziyonkashlik qilishi bilan bugünkidek oqibatga, bugünkidek bechora qiyofat chiqargan millat Uyg'urning bir a'zosi bo'lish sifatim bilan janoblar Prezident Vladimir Putin efendi, Reis Xi Jinping efendi, bu qatam sizlar Moskvada suhbatlashadigan mavzu Uyg'uriston masalasi. Sizlar shuni so'zlashinglar kerak va shuni so'zlashsa va bu to'g'ri to'xtalasizlar. To'xtalmay mumkin emas. Chunki bugun Uyg'uriston masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining iqtisod, jamiyat va madaniyat huquqi ahtanamisi komitetining oldiga kelib to'xtadi. Sizlar bu nuqtada yoki Amerikani tanqid qila olmaysizlar, G'arb dunyosini tanqid qila olmaysizlar, yoki kimgadir ortib bu ishni shu kishi topdi deya olmaysizlar. Hozir Uyg'uriston masalasi bir masala bo'lib, xalqaro sahnaga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining sahnasi kelib keldi, yetib keldi. Sizlar bunga javob bersizlar. Chunki bu masalani paydo qilgan sizlar aytgandek bugungi Amerika va G'arb dunyosi emas. Bu masalani paydo qilgan dal Rossiya, Stalin, Jungo, Mao Zedong apandilar. Rossiya, Stalin va Jungo Gomindan Jang Jeyshi qatorli kishilardir. Şuna bugün bu söhbət temisi sizlər üçün Moskva belki en adakı. Sizlər üçün bu en adakı fürsət. Bu fürsət şundaq fürsət. Hazır xalqara cəmiyyət iki müstəbit hakimiyyətin iki imperiyanın bir şərti bir Avropada iki pütünü bir ötəkdən içine tıkıb qoyğan mundaq əhvalası da sizlərə qutuluşun yolu baş ağırtıdığan məsələlərdən nere duruş. Uyg'uriston masalasidan nere turish bu deganlik hal qilishning yo'lini ochib etish. Masalan, Rossiya prezident Vladimir Putin uchun aytganda, Jungo bilan tuzilgan barliq shartnomalarni bekor qilish Uyg'uristonga munosabatlik. Jungoga nisbatan aytganda 1949-yil 1-oyning 30-kuni Shibeypo suhbati, Shibeypo kelishimi Rossiyanın Tashqi ishlar ministri Malenkov mu? Rossiyanın Tashqi ishlar ministri Mekyan. Jungo davlat va partiyaning raisi Mao Zedong Shibeypo. Shibeypo kelishimini, maxfiy kelishimini Shibeypo suhbatini dunyoga e'lon qilishdi. Bu yo'lda qochonmaysizlar. Hozir endi keldi. Biz Uyg'ur bu masalani ko'tarib chiqdik. Amerika Qo'shma Shtatlari yordam qildi dedik. Yevropa ittifoqi va G'arb dunyosi yordam qildi dedik. Chunki bu yerda bir haqiqat Uyg'ur o'rnidan dasturib o'zining mustaqilligini e'lon qildi. Bu shu kundan boshlab inovatga ega. Xuddi ayni chog'da Sunjungsan o'rnidan turib Jungoning mustaqilligini e'lon qilgandek. Xuddi ayni chog'da Mao Zedong o'rnidan turib Jungoning mustaqilligini e'lon qilgandek, balki sizlardan burun Gomindan partiyasi va Jang Jeyshidan burun Kompartiya partiyasi, Jungo Kompartiyasi va Mao Zedongdan burun Uyg'urlar o'rnidan dasturib mustaqilligini e'lon qildi. Yaqubbek davrida e'lon qildi. Sobitda Mullaji davrida e'lon qildi. Ahmadjon Qosimiy davrida e'lon qildi. Sizlar bugun ikki davlat bu millatga Uyg'urga ziyonkash qilgan tarixda oxirlashtirib, navbatda Moskvada shartnoma Rossiya o'rtasida imzolangan barcha shartnomalarni bekor qilishlar. Sizlar Moskvada so'zlaydigan mavzu shu bo'lishi kerak. Qoida bu bo'lishi kerak. Hozirgi dunyoda vaziyat oldida sizlar so'zlashadigan tema mavzu mushu bo'lishi kerak. Chunki buning avvalgi o'lgisi
Birinchi 1989-yil 5-oyda şu vaqtki Rossiya Sovetlar Ittifoqi Rossiya Germaniya o'rtasida imzolangan shartnomani bekor qildi. Bu shartnomada Baltiq bo'yidagi 3 davlat arasida keltirish huquqiga erishdi. Chunki bu shartnoma bu 3 davlatning mustaqilligini yo'qotgan edi. Bu nisbatan aytganda bu shartnomalarni bekor qilish balki Jungo Kompartiyasining yana bir sekretari Xuyobon aytgandek olti moddalik siyosat bo'yicha Tibetning masalasini bir taraf qilish, Uyg'uristonning masalasini bir taraf qilish allaqachon o'tirib qo'yilib bo'ldi. Siz sekretar bo'lishdan burun, siz davlatga rais bo'lishdan burun Jungo Kompartiyasining Xuyobon deb sekretari bor edi, Xuyobon deb raisi bor edi. Tarixmi shu, vaziyatmi shu? Endi navbat keldi, bu vaziyat stop keldi. Dünya stop keldi. Bugün Moskvada sizlar mushu to'g'rida suhbat qurishinglar kerak va qurishinglar. Hozirgi vaziyatdan qaraganda shundoq bo'ldi. Shunga Prezident Vladimir Putin, Reis Xi Jinping janoblari ishni vaqtida bitirgan yaxshi. Buni kechiktirishdan, kayniga tortishdan qanday yaxshi oqibat elib kelmaydiganligi sizlarga va butun jahon xalqiga ayon bir ishdir.